Tez yuving. Qancha tez yuvsangiz, shuncha tez quriydi. Kiyib boradigan joyim bor. Faqat tezlik emas, sifat ham bo'lish kerak, o'rgili. Uni ustiga maska mala emasman, xommi? Men umrimda kir yuvmaganman. Yuvishni bilganimda yuvardim o'zim. Siz mendan ko'ra tajribaliroq ko'rinasiz. Yuving. Keyin choy tayyorlab qo'ying, qornim ham ochdi. Tvorogli bilinchi qilma, ah. O'zingizga boshqa favor toping, xo'pmi? Mana bu dono aqlli boshimga bir g'oya keldi. O'sha g'oya poyalaringiz bilan-chi qo'shmozor bo'ling. Endi jonim birgamiz. Xalqimizda bir gap bor. Er-xotin qo'sh ho'kiz. Qo'sh emas, bir ho'kiz. Erkak kishi oilani ta'minlab qo'yish kerak. Mana qara, jonim. Men bitta. G'ij plan. G'ij g'oya. Hozir men senga shulardan bittasini aytaman. Xo'p, qani eshitaylikchi cho'pchagingizni. Eshit. Eng birinchi o'rinda sen onasan. Tushundingmi? Abzani qonunlarda bu birinchi o'rinda turadi. Farzandingni yaxshi ko'rasan. Shunchaki o'sha kuni jahling chiqdi. Uni ustiga ering seni qo'rqitgan. Sen qo'rqib ketgansan. Shuning uchun sotda o'zing demas eding. Ham shok, ham stress, ham qo'rquv. O'shanga bilmasdan menga farzand kerak emas deb yozib bergansan. Bu qanaqa maynavozchilik bo'ldi, a? Bu maynavozchilik emas. Bu g'oya. Sen oxirigacha eshita oldin. Hozir bolangni sog'inmaysan. Boya aytganimdek, sutda o'zingda emas, shok holatda eding. Tushunding? Shunaqa deysan. Bola menga kerak deysan. Ishon, men senga aytaman. Hech kim bolani onadan tortib ola olmaydi. Ani kalbosh ering qarshilik qiladi. Sen bitta gapda turib olasan. Yo bolani berasan deysan. Yoki $100,000 ishtir sanab qo'y deysan. Shu xullas kalom stavka 100,000 ga chiqmaguncha oyog'ing tirab turaverasan. Tushundingmi? Ani sodda mug'omir ering bo'lsa, bolangdan kecha olmasligi aniq. Keyin tuppa-tuzlik mashinnikka aylanaman, a? Men-chi sizga o'xshagan pastkash emasman. Endi mendan foydalanmoqchi bo'lyapsizmi? Hech qachon yo'lingizdan yura olmaysiz. Bu yagona imkoniyat bo'lishi mumkin. Qanaqa tushunmaydigan odamsan-ay. Eringdan 100,000 olsak bo'ldi. Ikkalamiz uchun o'ylayapman-ku. O'zim uchun o'ylamayman, mana bu ideyalarni. Keyin o'sha $100,000 olib maza qilib yashaymiz, shunaqami? Bo'lmasam-chi? Mazzani bor-ku, eng mazzasini qilamiz. Eng mazzali joyini qilamiz, jonim. Pul bo'lsa-chi, qanaqa yashashni o'zim bilaman. Xo'p, siz aytgandek qilaman. Pulni olaman. Keyinchi sizni menga umuman keragingiz bo'lmaydi. Unaqa hazil qilma, jonim. Yuragim yomon bo'lib qoladi-ya. Menga qara, bu kim g'oyasi? Bunaqangi genialniy g'oya uchun million to'lashadi-ya. Jonim, sen mendek odammi? Kunduzi chiroq yoqib ham topa olmaysan. Mayli. Sizga $1000 beraman. Siz uchun bu juda katta pul. Nima? Meni sevmaysan? Ey, sevishdan charchadim. Menga quruq sevgini keragi yo'q. Jonim, men sevgim quruq emas. Men sen uchun hamma narsaga tayyorman. Tushundingmi? Hamma narsaga tayyorman. Hamma narsaga tayyormisiz? Ha? Qo'lingizni bir kesingchi, men ishoning. Kesing. Qo'lim. Ko'rdingizmi? Qo'rqoqsiz. Ey, jimgina krizni yuving. Hop. Kiriyu, ovqat qil. Nima u? Nima qildingiz? Yo, jonim yuvaman mana.